21-asrning bolalarga berilayotgan tarbiyasi. O'sha tarbiyani olgan qiz erga tekkanda uning kelajakdagi erini ko'rinishi, Addi balandi. turmushdan 10 yil keyingi holat, Seni yaxshi ko'rar edi muhabbat. ularning to'yiga kelgan oyog'ini orasiga cho'p tiqilgan chigirtka raqsi, to'ydan keyin yigit qizga ishlaysan desa, O'zbekistonda fohishaxona kerakmi yo'qmi? Ya'ni qonuniy fohishaxonalar shartmi yo'qmi? qiz o'sha aytgan ishga kirgandan keyin bolaning ahvoli Samarqandda erkak yomg'irdan qolgan chuqurdagi suvda cho'mildi. milliy jalabcha. Klub raqqosalari milliy liboslar kunini qo'llab-quvvatladilar. Milliylikni qadrlayotganlarni to'yda xizmatda. Bularni barini ko'rgan mening do'stimning ahvoli. Podpisatsiya bo'lishni unutmang, qadrdonlar. Bundan zo'rlari hali oldinda.